Assalomu alaykum barchaga 34 yil deganda 8-urinishda jahon chempionatiga ilk bor chiqqanimiz muborak bo'lsin. Hech qachon bizani mana shu jahon chempionati saralash davomida 4 yilda faqat bitta murabbiy boshqarmagan. Har xil murabbiylar almashib boshqargan, lekin o'shalarning ichida eng zo'ri kim bo'ldi? Srechko Katanis bo'ldi. Mana shu O'zbekistonni mana shu holga keltirgan Srechko Katanis bo'ldi. Ko'pchilikdan so'rasanglar aytishadi, eski terma jamoamizni bilganlar yaxshi bilishadi. O'zbekiston terma jamoasini bundan ham, hozirgi avloddan ham kuchli tarkibi bo'lgan muqaddam. Lekin o'sha bolalarni jahon chempionatiga olib chiqa olishmagan. Bunga sabab yaxshi murabbiy bo'lmagan, ikkinchisi mana bunaqa yo'llanma beradigan FIFAni bizga tuhfasi bo'lmagan. Hozir aytishinglar mumkin, O'zbekiston baribir ikkinchi o'rinni olib turib, o'sha 4 talik yo'llanma bo'yicha chiqdi-ku deb. Lekin oldin guruhli 2 ta edi, hozir guruhli 3 ta. O'shaning hisobiga asosiy raqobatchilarimiz boshqa guruhlarga ketib qolganning hisobiga biz Erondan keyingi bu guruhning eng katta yetakchisi bo'lib turib, ikkinchi o'rindagi jamoasi bo'lib turib, o'sha ikkinchi o'rin bo'yicha chiqyapmiz. Undan tashqari bu o'yinda O'tkurbek Yusupov qahramon bo'ldi. Boshqa futbolchilardan farqli o'laroq o'zini zo'r ko'rsatdi, lekin boshqa o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatgan Abbos Fayzullayev, Jaloliddin Masharipov, Odil Hamrobekov tinmay yuguradi. Bu o'yinda Otabek Shukurov juda ham zo'r o'ynadi. Hammasini e'tirof etish kerak. Hammasidan ko'proq o'sha mana shu sistemani qo'yib ketgan Srechko Katanisga rahmat etish kerak. Sog'lig'i xavf ostida bo'lsa ham mana shu terma jamoamiz uchun oxirigacha turib bergan inson sifatida tariximizda qolish kerak. Temur Kapadze bo'lsa doim tayyoriga kelgan va tayyor ish qilgan. Shu u inson haqida gapirmoqchi emasman Temur Kapadze to'g'risida, faqat gapiradigan bo'lsam trener Srechko Katanisni ulug'layman, futbolchilarning mahoratini aytishimiz mumkin. Kelinglar, tabrikli o'zini yo'liga, boshqa blogerlar tabrikli urishsin, boshqa nimalar chiqarsa, mana bu o'yinni tahlil qilaylik. Birlashgan Arab Amirliklari mezbon o'laroq birinchi dekadani 10 daqiqalikni bizga pressing bosim o'tkazgan holda o'tkazdi. Raqibni ko'zlagan maqsadi bizani qo'rqitib qo'yish edi. Ko'pchilik bo'lib turib oldinga chiqmasligimiz uchun. Bu ishladi rostdan ham. Boshida Birlashgan Arab Amirligi o'ynadi. Keyin to'pni o'zimizga olib, nazoratni o'z qo'limizga oldik. Bu bizani ishmidi? Yo'q, bu bizani ish emas edi. Bizani ish yuqorida pressing qilish edi. To'pni raqibni o'zi bizga berdi, chunki Olariuni tahlil qilganimizda aytgandikki, u to'psiz yaxshi o'ynaydi, orqada o'ynaydi, himoyada zichlashib o'ynaydi, keyin to'p o'ziga o'tganida tezkor qarshi hujumlarga o'tib ketadi degan edim. Undan tashqari qanotlarini ham alohida e'tirof etgan edim. Xuddi shunaqa bo'ldi. Qanotlari yaxshi faol o'ynadi. Undan tashqari markazi ham zo'r o'ynadi, lekin o'sha markazda qo'yilgan bloklar Odil Hamrobekov orqada o'ynagan, bilasizlar. Himoyadan kopton olib chiqadigan, nima deydi? Qora ishchi bo'lib o'ynagan. Lekin bu safar mana shu Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yinda Odil Hamrobekov Otabek Shukurovdan oldinda o'ynadi. To'pni olib chiqish vazifasini Otabek Shukurov qildi. Odil Hamrobekov tepaga chiqqan holda Eldor Shomurodovni orqasida o'ynagan holda raqibni anaqasini buzib tashladi sentrda. Tushunasizlarmi? O'yinni boshqargan, sentrdan turib tempni boshqargan Jaloliddin Masharipov bo'ldi. Manchester Cityda Ilkay Gundogan bu ishni qilardi. Yo oldinga chiqazardi yoki orqaga berardi. Anaqa hujum qilishimiz kerak deb turib, ko'r-ko'roni oldiga berib tashamadi Jaloliddin Masharipov. Buning uchun ham Jaloliddin Masharipov aql, fahm, farosatiga 5 baho aytishimiz mumkin. Chunki o'yindan oldingi matbuot anjumanida ham aytgan edim, muhim oshirib yuborishimiz kerak emas deb. Rostdan ham hissiyotlarga berilib, oldingi ko'r-ko'roni uzatmalar kerak emas edi. To'p bizada payti uni qadrlab ko'rdinglar, u yoq vaziyatlar qildik, lekin kira olmadik. Nimaga? Chunki bosh murabbiysi Olarion uslubi shu, orqada ko'pchilik bo'lib turib himoyalanadi. Mayda paslar bilan kira olmadik, o'zingizlar ko'rdinglar. Oston O'runov zaxiraga olingandan keyin o'ng qanotimiz umuman ishlamay qoldi. Keyin Hoji Akbar Alijonov faollashdi, oldinga chiqdi. Ungacha ishlamayotdi. O'sha ishlamayotgan paytlarida ham Abbosbek Fayzullayev chapga keldi, Masharipov ham chapda edi. Chapda edi, lekin ko'proq markazda o'tib turib, o'yin tempini, milliy terma jamoamizning harakatini, tempini Jaloliddin Masharipov boshqardi. Dirijor deydi-ku, o'sha Jaloliddin Masharipov bo'ldi, tushunasizlarmi? Ko'pchilik yoqmaydigan futbolchi o'sha O'zbekistonning bugungi o'yinini boshqardi. Undan tashqari o'yin oxirlayotgan paytida tempni o'ldirish bo'yicha vashshi arablardan ham o'tib ketdik biz bu safar. Yana nimalarni aytish mumkin?
Ha, o'sha mayda paslar bilan kira olmaganimizdan keyin uzun paslarga o'tdik. Uzun paslar ham natija bermadi. Lekin Hojiakbar Alijonov raqib himoyachisini chotidan to'pni o'tkazib Abbosga tashlab berdi. Abbos kalla qo'ygani bizani bitta eng zo'r vaziyatimiz bo'ldi. Statistikaga qarasanglar, har tomonlama biz orqadamiz va aytish mumkinki, biz bugun Birlashgan Arab Amirligidan nima deydi? O'sha statistika borasida vaziyatlar yaratish bo'yicha ortda qoldik. Bu Birlashgan Arab Amirligini O'zbekistonda o'rgangani va unga mos taktika qo'ygani, uchinchidan esa O'zbekiston bu murabbiy Olaryonni o'rgana olmagani bilan izohlanadi. Yaxshiyamki, mana shu Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yingacha biz asosiy ballarni yig'ib bo'lgan edik va bunga kim sababchi? Srechko Katanis sababchi. Aslida bunaqa o'yin bilan biz jahon chempionatiga chiqadigan o'yin qilmadik, to'g'risi. Boriq bitta aniq zarba berdik. To'plar pas o'ynashlar ham pashti 1-1 biz orqada qolib ketdik. Markazda o'sha Odil Hamrobek raqib hujumini nima deydi, buzib tashlaganini hisobiga, lekin tan olish kerak, Birlashgan Arab Amirligining qanotlari ham, markazi ham juda ham yaxshi o'ynadi bugun. Qo'lidan kelgancha harakat qildi, faqat oldingi chiziqqa hech narsani qila olmadi, chunki biz orqada ishni yaxshi bajardik. Bo'ldi shu, yana boshqa gap yo'q. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Jahon chempionatiga chiqqanimiz muborak bo'lsin.